Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sog' salomatmisizlar? Bayramlarning originali muborak bo'lsin. Alloh taoloning o'zi biz insonlar uchun bayram qilib bergan Qurbon hayiti bayrami muborak bo'lsin. Nima uchun bayramdan originali dedim? Chunki bu bayramni Alloh taoloning o'zi bizlarga bayram qilib bergan. 2-3 odam birlashib, "Yangi shu kunni bayram qilamiz, yangi bugunni falon narsaga asoslab bayram qilamiz" deyilgan bayram emasmi? Bu chisting original Xudoy taoloning o'zi bizlarga bayram qilib bergan bayram. Bugunda men sizga jami yaxshiliklarni tilayman. Qarorcho eng mashhur, eng zo'r duolardan birisi. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasanatan va qina azabannar. Parvardigoro, bizlarga bu dunyo va u dunyodagi jami yaxshiliklarni bergin va do'zax o'tidan panoh bergin dedi. O'sha duoni sizlarga tilayman. O'zim ham tilayman. Meni haqqim chiroyli duoda bo'lib, chiroyli tilakdan bildirib qo'yinglar. Amin deganlar bir like bosib beramiz. Qarorcho original bayram muborak bo'lsin. Ishning bayramlarini ko'pini sog'lik salomatlikda, iymoni butlikda, birgalikda inshaalloh o'tirishni Alloh taolo hammamizga nasib etsin. Sog', salomat va baxtli